Bugun men juda muhim masalani tushuntiraman. Pensionerlar ayrim qo'shimcha to'lovlarni avtomatik tarzda olmaydi. Ya'ni ariza bermasa, hujjat topshirmasa, o'ziga tegishli puldan bexabar qolib ketishi mumkin. Bu gap har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, nabiralariga, mahalla faollariga va keksalarga yordam beradigan barcha insonlarga tegishli. Chunki ko'pchilik pensiyam chiqyapti-ku, davlat o'zi hammasini hisoblab beradi deb o'ylaydi. Lekin amaliyotda hamma to'lovlar ham avtomatik qo'shilavermaydi. Shu sababli videoni oxirigacha ko'ring. Men qaysi qo'shimcha to'lovlar uchun ariza kerak bo'lishi mumkin, kimlar xavotir olishi kerak, kimlarga tegishli emas. Qanday hujjatlar kerak, qayerga murojaat qilish lozimligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Agar kanalimga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozir obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar vaqtida yetib borsa, odam o'z haqqini yo'qotmaydi. Avval ko'pchilik pensionerlar shunday tushuncha bilan yashagan. Pensiya tayinlangandan keyin barcha ustamalar, kompensatsiyalar, qo'shimcha to'lovlar o'z-o'zidan hisoblanadi. Ya'ni fuqaro pensiya yoshiga yetdi, hujjat topshirdi, pensiya tayinlandi. Keyin davlat organlari uning barcha huquqlarini avtomatik tekshiradi va har oy qancha pul tegishli bo'lsa, shuncha tushiradi deb o'ylangan. Aslida esa bu har doim ham shunday emas. Pensiya tizimida ayrim to'lovlar umumiy ma'lumotlar asosida avtomatik aniqlanishi mumkin. Masalan, yoshga doir pensiya tayinlashda ish staji, ish haqi, sug'urta badallari mavjud elektron ma'lumotlar hisobga olinadi. Lekin pensionerning hayotida keyinchalik yuz bergan ayrim holatlar, oilaviy sharoit, nogironlik holati, qaramog'idagi shaxslar, mukofot yoki unvonlar, alohida xizmatlari, yashash joyidagi o'zgarishlar, parvarishga muhtojlik kabi masalalar ko'pincha alohida tasdiqlovchi hujjat talab qiladi. Mana shu joyda eng katta muammo paydo bo'ladi. Pensioner biror to'lovga haqli bo'lishi mumkin, lekin u buni bilmaydi. Yoki biladi, lekin meni chaqirishsa boraman. O'zlari qo'shib berishadi. Mahalla aytadi, bankdan xabar keladi deb kutadi. Natijada oylar, ba'zan yillar o'tadi. Pul esa faqat ariza berilgandan keyin tayinlanishi mumkin bo'lgan hollarda odam kechikib qoladi. Men bu yerda odamlarni qo'rqitmoqchi emasman. Maqsadim juda aniq. Pensioner ariza talab qilinadigan to'lovlarni bilsin, o'z huquqini tekshirsin. Kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasiga, mahallaga yoki tegishli idoraga murojaat qilsin. Chunki bilmasdim degan gap ko'p hollarda yo'qotilgan pulni to'liq qaytarib bermaydi. Ilgari ko'p jarayonlar qog'oz hujjatlar orqali yurardi. Pensionerning mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotnomasi, arxiv hujjatlari, oilaviy holatga oid ma'lumotlar alohida yig'ilardi. Har bir holat bo'yicha odamning o'zi yugurardi. Qaysidir tashkilot yopilgan bo'lsa, arxivga borish kerak bo'lardi. Qaysidir hujjat yo'qolgan bo'lsa, sud yoki boshqa idoralar orqali tiklashga to'g'ri kelardi. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron tizimlarda mavjud. Masalan, tug'ilish, nikoh, vafot, ish staji, ayrim to'lovlar, bandlik, soliq va boshqa ma'lumotlar bazalar orqali tekshirilishi mumkin. Bu yaxshi, lekin elektron tizim borligi hamma narsa avtomatik bo'ladi degani emas. Elektron bazada ma'lumot noto'liq bo'lishi mumkin. Eski yillardagi ish staji kiritilmagan bo'lishi mumkin. Pensionerning haqli bo'lgan imtiyozi haqida tizimda belgi bo'lmasligi mumkin. Yoki to'lovning o'zi qonun bo'yicha faqat fuqaroning murojaati asosida ko'rib chiqilishi mumkin. Masalan, pensionerning qaramog'ida mehnatga layoqasiz oila a'zosi bo'lsa, bu holatni tizim avtomatik sezmasligi mumkin. Chunki qaramog'ida degan tushuncha faqat bitta manzilda yashash bilan cheklanmaydi. Bunda moddiy ta'minot, oilaviy holat, boshqa daromad manbalari, hujjatlar ahamiyatli bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensioner ariza bilan murojaat qiladi, hujjatlar ilova qiladi. Shundan keyin masala ko'rib chiqiladi. Yoki pensioner nogironlik guruhi olgan bo'lsa, ayrim holatlarda ma'lumot tizimlar orqali keladi. Lekin hamma qo'shimcha to'lov ham o'z-o'zidan tushadi deb o'ylash noto'g'ri. Nogironlik muddati, qayta ko'rik sanasi, guruh o'zgargani, parvarishga ehtiyoj bo'ligi kabi holatlar alohida tekshiriladi. Shuning uchun hujjatlarni vaqtida yangilab turish juda muhim. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, pensiya va qo'shimcha to'lovlar bir xil tushuncha emas. Pensiya asosiy to'lov. Qo'shimcha to'lov esa ma'lum shartlar bajarilganda beriladigan ustama, kompensatsiya, qo'shimcha mablag' yoki imtiyozli to'lov bo'lishi mumkin. Har birining o'z tartibi bor. Masalan, pensioner 1.200.000 so'm pensiya olayotgan bo'lishi mumkin. U mening barcha pullarim shu deb o'ylaydi. Lekin agar uning qaramog'ida
nogiron farzandi bo'lsa yoki o'zi parvarishga muhtoj bo'lsa yoki alohida maqomga ega bo'lsa yoki ilgari hisobga olinmagan ish staji topilsa, uning oladigan summasi o'zgarishi mumkin. Ammo bunday holatlar hujjat bilan tasdiqlanmasa, pul o'z-o'zidan kelmasligi mumkin. Kimlar xavotir olishi kerak? Eng avvalo, pensiyasini tayinlatgandan keyin hayotida muhim o'zgarish bo'lgan pensionerlar. Masalan, turmush o'rtog'i vafot etgan, nogironlik guruhi o'zgargan, qaramog'ida voyaga yetmagan yoki mehnatga layoqatsiz shaxs paydo bo'lgan, yashash manzili o'zgargan, parvarishga muhtojlik holati yuzaga kelgan, ilgari ishlagan, yillari bo'yicha yangi hujjat topilgan pensionerlar albatta o'z ishini tekshirtirishi kerak. Ikkinchi guruh, pensiya tayinlanganda eski ish staji to'liq kiritilmagan bo'lishi mumkin bo'lganlar. Masalan, 1940 yillarda zavodda ishlagan, keyin kolxozda ishlagan, keyin tashkilot yopilib ketgan. Pensiya tayinlash vaqtida faqat mavjud hujjatlar bo'yicha hisoblangan. Keyin farzandlari arxivdan qo'shimcha ma'lumot topdi. Mana shu hujjat pensiya miqdorini oshirishi mumkin, lekin arxiv qog'ozi uyda turaversa pul oshmaydi. Uni olib borib ariza bilan taqdim qilish kerak. Uchinchi guruh, o'z maqomi yoki imtiyozi borligini tasdiqlovchi hujjatga ega bo'lganlar. Masalan, urush qatnashchilari, ularga tenglashtirilgan shaxslar, ayrim davlat mukofotlari egalari, alohida xizmat ko'rsatgan shaxslar, mehnat faxriylari yoki qonunchilikda alohida belgilangan boshqa toifalar. Men bu yerda har bir maqomni sanab tugatmayman, chunki ularning tartibi alohida. Lekin prinsip bitta. Maqom bor, hujjat bor. Demak, pensiya ishida bu hujjat aks etganmi yoki yo'qmi tekshirish kerak. Birinchi misol. Olin taksi yoshli pensioner ayol 20 million ming so'm pensiya oladi. U pensiyaga chiqqanida ish stajining 23 yil hisoblangan. Keyinchalik qizi arxivdan onasining yana 6 yil ishlaganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma topadi. Agar bu 6 yil pensiya hisobiga ta'sir qiladigan davr bo'lsa, pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin ayol arxiv qog'ozi bor. Endi o'zlari bilib qo'shishadi deb kutsa, hech narsa bo'lmasligi mumkin. U pensiya jamg'armasiga ariza beradi. Ma'lumotnomani ilova qiladi. Shundan keyin mutaxassislar qayta hisob-kitob qiladi. Natijada pensiyasi masalan 20 million, yaqinda mingdan 20 million 300 ming so'mga chiqishi mumkin. Farq oyiga 1 ming so'm. Bir yilda bu 20 million 900 ming so'm degani. Ikkinchi misol. Pensioner erkakning turmush o'rtog'i vafot etadi. U o'zi kam pensiya oladi, umr yo'ldoshi esa ko'proq pensiya olgan bo'ladi. Ba'zi holatlarda boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki boshqa pensiya turiga o'tish masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin bu avtomatik tarzda bank kartasiga tushib qolmaydi. Fugaro vafot haqidagi guvohnoma, nikoh haqidagi hujjat, shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar bilan murojaat qiladi. Mutaxassislar qaysi pensiya turi foydaliroq ekanini tushuntirishi kerak. Agar odam buni bilmasa, bir necha oy pastroq to'lov olib yurishi mumkin. Uchinchi misol. 72 yoshli pensionerning sog'lig'i og'irlashadi. U doimiy parvarishga muhtoj bo'lib qoladi. Farzandlari uni uyda qaraydi. Tibbiy komissiya xulosasi nogironlik yoki parvarishga muhtojlikni tasdiqlovchi hujjatlar bo'lsa, ayrim qo'shimcha to'lovlar yoki kompensatsiyalar masalasi ko'rilishi mumkin. Lekin otam yotib qoldi, hamma ko'rib turibdi degan gap yetarli emas. Davlat to'lov hujjat asosida beriladi. Shuning uchun shifokor, tibbiy muassasa, nogironlikni belgilovchi tartiblar va pensiya jamg'armasi bilan rasmiy ishlash kerak. 4-misol. Pensioner ayol o'g'lining nogiron farzandini boqadi. Nabirasi birga yashaydi. Ona-otasi esa doimiy daromadga ega emas. Bu holatda turli ijtimoiy yordamlar, nafaqalar yoki oilaviy holatga bog'liq to'lovlar bo'lishi mumkin. Lekin bu pensionerning pensiyasiga avtomatik qo'shiladi degani emas. Qaramog'idagi shaxs kim? Uning yoshi nechada? Nogironlik guruhi bormi? Ota-onasi bormi? Kim ta'minlayapti? Mahalla xulosasi kerakmi? Tibbiy hujjat kerakmi? Bular alohida aniqlanadi. 5-misol. 65 yoshli erkak pensiya oladi. Lekin u pensiyaga chiqishdan oldin zararli yoki og'ir sharoitda ishlagan. Ayrim ishlar imtiyozli stajga kirishi mumkin. Agar u paytda ish joyidan to'liq ma'lumot olinmagan bo'lsa, pensiya noto'g'ri yoki kamroq hisoblangan bo'lishi ehtimoli bor. Keyinchalik ish joyi yoki arxivdan lavozimi, ish sharoiti buyruqlar, ish haqi bo'yicha ma'lumotlar topilsa, qayta ko'rib chiqish mumkin. Lekin bu ham arizasiz yurmaydi. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz yaqinda tayinlangan bo'lsa, barcha ish stajingiz elektron tizimda to'liq ko'ringan bo'lsa, hech qanday qo'shimcha maqomingiz bo'lmasa, qaramog'ingizda alohida toifaga kiruvchi shaxslar bo'lmasa,
nogironlik yoki parvarish holati bo'lmasa, unda sizda hozircha qo'shimcha murojaat qilishga asos bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir bir marta pensiya ishingizni tekshirtirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki xatolik ko'pincha odam o'ylamagan joydan chiqadi. Eng katta nozik jihat shuki, ayrim to'lovlar uchun ariza berilgan kundan boshlab tayinlash qoidasi qo'llanishi mumkin. Bu juda muhim. Masalan, siz 2023 yilda bir to'lovga haqli bo'lib qoldingiz, lekin 2025 yilda ariza berdingiz. Mutaxassislar sizda asos bor deyishi mumkin. Lekin to'lovni qaysi sanadan hisoblash qonunchilikdagi tartibga bog'liq. Har doim ham 2 yil orqaga to'lab berilavermaydi. Shuning uchun kechiktirish katta moliyaviy zarar keltiradi. Ikkinchi nozik jihat. Og'zaki murojaat yetarli emas. Men borganman, so'raganman, aytishgan degan gapni keyin isbotlash qiyin. Men doim pensionerlarga va ularning farzandlariga aytaman, muhim masalada yozma ariza bering. Arizani qabul qilganini tasdiqlovchi belgi, ro'yxat raqami yoki elektron murojaatning raqamini saqlab qo'ying. Chunki keyin nizoli holat bo'lsa, sizning murojaatingiz qachon berilgani juda muhim bo'ladi. Uchinchi nozik jihat. Hujjatning nusxasi bilan asl nusxasi masalasi. Ko'p odamlar hujjatlarni olib boradi, lekin nusxa tayyorlamaydi. Yoki aksincha faqat telefonda rasm qilib ko'rsatadi. Rasm har doim rasmiy hujjat hisoblanmaydi. Shuning uchun shaxsiy pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, tibbiy xulosa, guvohnomalar, nikoh yoki vafot haqidagi hujjatlar bo'lsa, ularning nusxasini oldindan tayyorlab qo'ying. Aslini ko'rsatish, nusxasini topshirish qulayroq. 4-nozik jihat elektron bazadagi xatolar. Masalan, ism familiya bitta harf bilan boshqacha yozilgan bo'lishi mumkin. Tug'ilgan sana noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Ish joyining nomi eski hujjatda boshqacha, bazada boshqacha bo'lishi mumkin. Ayollar turmushga chiqqandan keyin familiyasi o'zgargan bo'lsa, eski ish stajini tasdiqlashda nikoh guvohnomasi kerak bo'lishi mumkin. Birgina familiya mos kelmagani uchun hujjat vaqtincha qabul qilinmay qolishi yoki qo'shimcha tekshiruvga ketishi mumkin. 5-nozik jihat, qo'shnim oldi, men ham olaman degan yondashuv noto'g'ri. Har bir pensionerning vaziyati alohida. Qo'shningiz 2 million so'm pensiya olayotgan bo'lsa, siz 1 million 300 ming olayotgan bo'lsangiz, bu har doim adolatsizlik degani emas. Uning ish staji ko'proq bo'lishi mumkin. Ish haqi yuqoriroq bo'lgan bo'lishi mumkin. Nogironlik yoki alohida ustamasi bo'lishi mumkin. Siz ham o'z ishingizni tekshirtiring, lekin boshqaning summasiga qarab xulosa chiqarmang. 6-nozik jihat. Ayrim to'lovlar boshqa to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, oilaning daromadi oshsa, muhtojlik asosida beriladigan ayrim ijtimoiy yordamlar qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun bir to'lovni olishga ariza berayotganda, u boshqa yordamlar bilan qanday bog'liqligini so'rab oling. Men bu pulni olmang demayman, aksincha haqingiz bo'lsa oling. Faqatki nega boshqa nafaqam kamaydi deb hayron bo'lmaslik uchun oldindan tushunib oling. 7-nozik jihat, ishonchli masalasi. Ko'p pensionerlar yura olmaydi. Kasal. Qishloqdan shaharga borishi qiyin. Bunday holatda farzandi yoki yaqin qarindoshi hujjatlarni topshirmoqchi bo'ladi. Lekin hamma ishni shunchaki qarindosh bo'lgani uchun qilib bo'lmaydi. Ayrim holatlarda notarial ishonchnoma talab qilinishi mumkin. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, oldindan pensiya jamg'armasidan yoki davlat xizmatlari markazidan qaysi tartibda vakil orqali murojaat qilish mumkinligini so'rang. 8-nozik jihat, muddatli hujjatlar. Nogironlik guruhi ba'zan muddatli beriladi. Tibbiy xulosa ham muddatli bo'lishi mumkin. Agar qayta ko'rikdan o'tish muddati kelgan bo'lsa va hujjat yangilanmasa, qo'shimcha to'lov to'xtashi yoki kechikishi mumkin. Shuning uchun kalendarga belgilab qo'ying. Qaysi hujjat qachon tugaydi? Qachon qayta tekshiruvdan o'tish kerak? Qachon ariza berish kerak? 9-nozik jihat, bank kartasi va to'lov kelmasligi. Ba'zan odam menga qo'shimcha pul chiqmagan deydi. Lekin aslida hujjat tasdiqlangan, faqat bank kartasi muddati tugagan, hisob raqamida muammo bor, plastik karta almashtirilgan, bankdagi ma'lumot yangilanmagan bo'ladi. Shuning uchun pensiya miqdori bo'yicha qaror alohida. Pulning kartaga tushishi alohida masala. Ikkalasini ham tekshirish kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz yoki ota-onangiz pensioner bo'lsa, bugundan boshlab quyidagi ishlarni qiling. Birinchi qadam. Pensiya hujjatlarini tartibga keltiring. Uyda alohida papka qiling. Unda ID karta yoki pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi nusxasi, ish staji bo'yicha arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi haqidagi ma'lumotlar.
nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjatlar, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik hujjatlari, tibbiy xulosalar, mukofot yoki unvon guvohnomalari bo'lsin. Hujjatlar tarqoq bo'lsa, odam o'zi ham nima bor, nima yo'qligini bilmay qoladi. Ikkinchi qadam, pensiya miqdori qanday shakllanganini tekshirtiring. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Davlat xizmatlari markazi orqali yoki mavjud elektron xizmatlar orqali murojaat qilish imkoniyati bo'lsa, undan ham foydalaning. Mutaxassisdan so'rang, mening pensiyam qaysi asosda hisoblangan, nechta yil inobatga olingan, qanday ish haqi davri olingan, qanday ustamalar bor, qanday ustamalar yo'q. Uchinchi qadam, o'zingizdagi barcha qo'shimcha holatlarni yozib chiqing. Masalan, men nogironlik guruhiga egamanmi? Qaramog'imda kim bor? Turmush o'rtog'im vafot etganmi? Ilgari ishlagan davrlarim to'liq hisoblanganmi? Zararli ish sharoitida ishlaganmanmi? Davlat mukofotim bormi? Familiyam o'zgarganmi? Arxiv hujjatim topilganmi? Parvarishga muhtojmanmi? Shu savollarga ha deb javob chiqsa, demak murojaat qilishga asos bo'lishi mumkin. 4-qadam, ariza yozing. Arizada juda murakkab gaplar shart emas. Masalan, mening pensiya ishimni qayta ko'rib chiqishingizni, taqdim etayotgan hujjatlarim asosida menga tegishli qo'shimcha to'lovlar, ustamalar yoki qayta hisoblash imkoniyatini tekshirishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Keyin ilova qilinayotgan hujjatlarni sanab o'ting. Arxiv ma'lumotnomasi, tibbiy xulosa, nogironlik guvohnomasi, vafot guvohnomasi, nikoh guvohnomasi va hokazo. 5-qadam, ariza qabul qilinganini tasdiqlatib oling. Agar qog'oz shaklida topshirsangiz, nusxangizga qabul qilingan sana. Raqam yoki mas'ul xodim belgisi qo'yilsin. Agar elektron yuborsangiz, murojaat raqamini skrinshot qilib saqlang. Bu juda muhim, chunki keyin javob muddati, to'lov sanasi, nizoli holatlarda aynan shu dalil kerak bo'ladi. 6-qadam. Javobni kuting, lekin nazoratsiz qoldirmang. Odatda davlat organlarida murojaatlarni ko'rib chiqishning belgilangan muddatlari bor. Agar qo'shimcha tekshiruv kerak bo'lsa, vaqt ko'proq ketishi mumkin. Lekin 1 oy o'tdi, 2 oy o'tdi. Hech qanday javob yo'q bo'lsa, yana murojaat qiling. Telefon orqali so'rang, qabulga yoziling, yozma ravishda holatini aniqlang. 7-qadam, rad javobi kelsa sababini tushunib oling. Ba'zan odamga sizga tegishli emas deyshadi. Lekin nima uchun tegishli emas? Hujjat yetishmayaptimi? Staj tasdiqlanmadimi? Maqom qonundagi to'yfaga kirmaydimi? Muddat o'tganmi? Agar sabab hujjat yetishmasligi bo'lsa, uni to'ldirish mumkin. Agar hisob kitobda xatolik deb hisoblasangiz, yuqori tashkilotga yoki sud tartibida murojaat qilish imkoniyatlari bor. Men har doim aytaman, rad javobini og'zaki emas, yozib oling. 8-qadam. Ota-onangizning pensiyasini ular o'rniga tekshirishda hurmat bilan yondashing. Ko'p keksalar, men hech kimdan pul so'ramayman. Menga shu ham yetadi. Idoralarga borib nima qilaman deyshadi. Ularga buni sadaqa yoki iltimos emas, qonuniy haq ekanini tushuntiring. Agar davlat tomonidan belgilangan to'lov bo'lsa, uni olish uyat emas. Aksincha o'z haqqini bilish va olish kerak. 9-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Men sizga qo'shimcha pensiya chiqarib beraman. Falon pul bersangiz ustama qo'shib beraman. Tanishim bor degan odamlarga ishonmang. Rasmiy to'lov faqat rasmiy hujjat va qonuniy tartib asosida tayinlanadi. Hech kimga pasportingizni, bank kartangizni, SMS kodlaringizni bermang. Agar kimdir pul evaziga pensiyani oshirib berishni va'da qilsa, bu juda xavfli signal. 10-qadam. Har yili kamida 1 marta holatingizni tekshirib turing. Qonunchilik o'zgaradi, minimal miqdorlar o'zgaradi, ayrim to'falar bo'yicha tartiblar yangilanadi. Bugun asos bo'lmagan holat ertaga asos bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensionerning hujjatlari 1 marta topshirilib umrbod unutiladigan narsa emas. Yana bir muhim tavsiya, agar siz qishloqda yashasangiz va pensiya jamg'armasiga borish qiyin bo'lsa, avval mahalla raisi, hokim yordamchisi yoki ijtimoiy xodim bilan maslahat qiling. Ular sizga qaysi hujjatlar kerakligini aytishi, davlat xizmatlari markaziga yo'naltirishi mumkin. Lekin yakuniy rasmiy javobni baribir vakolatli tashkilotdan oling. Mahallada sizga chiqmaydi deyishsa ham, agar sizda asos bor deb hisoblasangiz, yozma murojaat qilish huquqingiz bor. Bugungi mavzuning eng muhim ma'nosi shuki, pensionerlar ayrim qo'shimcha to'lovlarni arizasiz ola olmasligi mumkin. Pensiya olayotganingiz hamma ustama avtomatik qo'shilganini anglatmaydi. Ish staji, nogironlik, qaramog'idagi shaxslar, boquvchini yo'qotish, parvarishga muhtojlik,
alohida maqom, arx hujjatlari kabi holatlar bo'lsa, albatta pensiya ishingizni tekshirtiring. Men sizga maslahat beraman. Bugun uyda hujjatlarni bir joyga yig'ing. Pensiya miqdori qanday hisoblanganini aniqlang. Asos bo'lsa arz yozing, arz raqamini saqlang va javobni nazorat qiling. Bu oddiy harakatlar oyiga 100 minglab so'm, yiliga esa millionlab so'm farq qilishi mumkin. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, masalan, ariza berganingizdan keyin pensiyangiz oshgan bo'lsa yoki aksincha qaysidir to'lovni ola olmay yurgan bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Boshqa pensionerlarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, mahalladagi pensionerlarga yuboring. Chunki ko'p odamlar o'z haqqini bilmagani uchun puldan quruq qolib ketmoqda.